Assalomu alaykum Freelance Akademiya qadrli o'quvchilari. Sizlar bilan bugun juda ham muhim bo'lgan vazifalardan biri, darslardan birini ko'rib chiqamiz. Bu A nuqtani aniqlash degan mavzu bo'ladi. O'ta muhim mavzulardan bittasi. Bu darsga qanchalik yaxshi tayyorgarlik ko'rsangiz, bu darsni qanchalik yaxshi o'zlashtiradigan bo'lsangiz va vazifalarni bajaradigan bo'lsangiz, shunchalik tez natijaga chiqishingizga yordam beradigan darslardan bittasi. Ko'pchilik aynan shu mavzuni qilmaganligi sababli natijaga chiqishi 3, 4, 5, 6 oyga cho'zilib ketishi mumkin. Lekin aynan shu vazifani, shu darsni yaxshi o'zlashtiradigan bo'lsangiz, yaxshi tushunib oladigan bo'lsangiz, bu sizni bir necha kun ichida natijaga chiqishingizga, bir necha kun ichida mijozlarni olishingizga yordam beradigan dars bo'ladi. Demak, ko'rib chiqamiz. A nuqtani aniqlash darsi, imkoniyatlar xaritasi. Bu darsda siz o'zingizga ko'rinmaydigan resurslarni aniqlaysiz. Bular sizga dastur davomida tezroq natijaga erishishingizga yordam beradi. Va bu instrumentlarni siz bilan birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, A nuqtani aniqlashda biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda daromadingizga, bilim darajangiz, ko'nikmalaringiz, soft hard. Aytaylik, ko'nikmalar soft bo'ladi, hard bo'ladi. Resurslaringiz, tanishlaringiz, networkingingiz, ish joyingiz, o'qish joyingiz, yaqinlaringiz, muhitingiz, imkoniyatlaringiz. Buni har bitta punktini birma-bir ko'rib chiqamiz. Endi bularni ko'rib chiqishdan avval o'zi bu narsa nimaga kerakligini tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Hozir hamma o'quvchilar, ya'ni ushbu dasturda o'qiyotgan har bitta o'quvchi har xil nuqtadan aytaylik o'zini yo'lini boshlayapti. Qaysidir o'quvchini o'qishi bor, qaysidir o'quvchini o'zi ishi bor. Bir xil o'quvchilar umuman hech qayerda ishlamaydi. Bir xil o'quvchilar aytaylik yaqin tanishlari juda katta tadbirkorlar bo'lishi mumkin. Bir xil o'quvchilarda tadbirkorlar yo'q. Sizning vazifangiz shu nuqtani yaxshilab aniqlab, o'zingizdagi bor resurslarni hammasini yig'ib, tanlab, tahlil qilib turib, sizni maksimal darajada tez natijaga chiqishingizga yordam beradigan xarita tuzib olishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu darsni, ya'ni aynan shu darsni biz siz bilan ko'rib chiqamiz. Demak, daromad bo'limiga keladigan bo'lsak, birinchi navbatda hozirgi nuqtangizni siz aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Hozirgi paytdagi oylik daromadingiz qancha? Aniq oylik daromadingiz sof cho'ntagingizga tushadigan. Yozing. Ikkinchisi, jamg'armangiz bormi? Yig'ib qo'ygan pulingiz bormi? Sababi bu narsa sizni tezroq harakat qilishingizga yoki sekinroq harakat qilishingizga ta'sir qiladigan faktorlardan bittasi. Uchinchisi, xarajatlaringiz bor. Xarajatlaringizni o'zi track qilasizmi? Yozib yurasizmi? Sababi siz kichkinagina 300-400 dollar, 500 dollar boshqarishni bilmasangiz, daromadingiz 1000, 2000, 3000 dollar bo'lgandan keyin umuman boshqara olmaysiz. Shuning uchun daromadingiz kichkina paytda, daromadingiz kam paytda pulingizni to'g'ri menejment qilishni o'rganib olishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchisi, daromadingizni o'zi siz rejalashtirasizmi? Men bu oy shuncha pul ishlayman, bu oy buncha pul ishlayman, bu oy buncha pul ishlayman. Men bu yerdan menga daromad keladi degan reja bo'ladimi o'zi sizda? Qilasizmi o'zi shu ishni? Agar shu narsani siz rejalashtirmasangiz, hech qachon bu daromadga chiqa olmaysiz. Yaxshi daromad qiladigan har bir inson o'zini daromadini rejalashtirib yurishi kerak bo'ladi. Bu instrumentlarni qanaqa ishlatishni hali siz bilan ko'rib chiqamiz. Hozir bu instrumentlar o'zi nima, o'sha nima resurslarim bor degan savolga javob berishingiz kerak bo'ladi siz. Keyingisi, bilim darajangiz. Qaysi tillarni bilasiz? Qaysi dasturlarni bilasiz? Hammasini yozib chiqing. Qaysi kitoblarni o'qigansiz? Ro'yxat qiling har bittasini. Nima kurslarni, nima materiallarni tamomlagansiz? Bularni ham ro'yxat qilib, har birini yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Sababi bularni keyinchalik biz siz bilan natijaga chiqishingiz uchun ishlatamiz. Keyingisi, ko'nikmalaringiz. Ko'nikmalar, insondagi ko'nikmalar ikkita turga bo'linadi. Birinchisi soft ko'nikmalar bor, ikkinchisi hard ko'nikmalar bor. Soft ko'nikmalar nima degani desa, masalan, siz bilan aytaylik gaplashishim, suhbatlashishim, maza qilib gaplashish, bu ham soft ko'nikma. Sotuv ko'nikmasi, bu ham soft ko'nikma. Ko'ndirish ko'nikmasi, bu ham soft ko'nikma. Ya'ni bu narsani aytaylik texnik narsa emas sizda, qo'li bilan qiladigan narsa emas. Bu suhbat orqali, kommunikatsiya orqali qilinadigan ishlar, bu soft ko'nikmalar hisoblanadi. Buni ko'nikmalarni yozib chiqing. Agar nimaligini bilmasangiz, GPT ga kirib turib, bular bilan ozgina suhbat qilishingiz mumkin bo'ladi. Hard ko'nikmalar degani masalan veb-sayt yaratish, hard ko'nikma. Dizayn qilish, hard ko'nikma. CRMlarda ishlash, hard ko'nikma.
GPTlar bilan gaplasha olish, prompt engineering hard ko'nikma. Ya'ni ikkalasining farqi bor. Texnik narsalar bu hard ko'nikma, aytaylik yumshoq ko'nikmalar, ya'ni gaplashish, suhbat, kommunikatsiya bu soft ko'nikmalar. Bularni ro'yxat qilib yozib chiqing, qaysi birlarini siz yaxshi qila olasiz, yaxshi o'xshaydi, nima sizda o'zi zo'r o'xshaydi, nima sizga yoqadi. Keyingisi resurslar. Resurslar bu har qanaqa sizni natijaga chiqishingizga yordam beradigan, natijaga chiqishingizni tezlashtiradigan narsalar. Xohlagan narsangiz bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, sizni tanishingiz bor, tanishingiz ofisi bor, sizga aytib qo'ygan. Xohlagan paytga ofisimga kelib ishlashing mumkin deb. Resurs masalan. Yoki ota-onangizning ish joyi bor, siz o'tga kelib turib, ularning qanaqanday resurslaridan foydalanishingiz mumkin. Resurs bu ham. Mashina bor, u ham resurs va hokazo. Sizni natijangizga nima ta'sir qilsa, chiqishingizga hammasi resurs hisoblanadi. Tanishlaringiz, texnika, kompyuter, internet, do'stlaringiz, pul, kapital, hamma narsa resurs. Yaxshilab o'tirishingiz kerakda 10 minut, 15 minut o'tirib o'ylang. Nima resurslarim bor? Qo'limdan nima keladi? Meni tanishlarim bor, nimalarim bor degan savollarga javob bering. O'zingizga ko'rinmagan nuqtalarni aniqlashga harakat qiling. Keyingisi networking, tanishlar eng muhim resurslardan bittasi. Birinchi navbatda siz hozirgi muhitingizni aniqlashingiz kerak. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Yaqinda mana har kuni ko'rishadigan, har kuni gaplashadigan do'stlaringiz, tanishlaringiz bor. Ularning orasidan 5 tasini oling. Necha pul daromad qilishadi ular? Nima haqida gaplashadi? O'tirganinglarda, ovqatlanayotganinglarda. Negativlar haqida, qizlar haqida yoki qanaqangidir sizga foydasi tegmaydigan narsalar haqida, birovning puli, birovning cho'ntagi haqida gaplashadimi yoki o'zi o'sish, rivojlanish haqida gaplashadimi? O'ylang yaxshilab. Men aytmayman sizlarga, ya'ni o'sha o'rtog'inglardan voz kechinglar, do'stinglar bilan boshqa gaplashmanglar. Yo'q, men haligacha sinfdoshlarim bilan, o'rtoqlarim bilan, kursdoshlarim bilan gaplashaman. Hamma bilan muomalam yaxshi. Lekin o'sha muhitingizga sizdan kuchliroq bo'lgan, sizdan aqlliroq bo'lgan, gaplashadigan mavzusi yuqori daromad qilish, o'sish, rivojlanish, ilm bo'lgan insonlarni qo'shishga harakat qilish kerak bo'ladi. Shunaqangi muhitni ichida yurishga harakat qilish kerak bo'ladi. Bu bo'yicha alohida sizlar bilan networking bo'yicha mavzuyimiz bor. Bu bo'yicha alohida gaplashamiz. Lekin aynan hozirgi paytda siz shu narsani tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi shu muhitingizni 4 ta bo'limga ajrating. Influencerlarga, investorlarga, informerlarga va introducerlarga. Nima degani bu? Networking darsida batafsil ko'rib chiqamiz, lekin hozir qisqacha sizga ma'lumot berib o'taman. Influencer degani sizni tanishlaringiz, yaqinlaringiz orasidagi o'ta avtoritetli odam. Masalan, katta bloger bo'lishi mumkin, 100 mingta, 1 millionta podpischiki bor. Yoki u qanaqangidir hokim bo'lishi mumkin, yoki qanaqangidir bir katta lavozimda ishlaydigan odam bo'lishi mumkin, yoki katta tadbirkor bo'lishi mumkin. Ro'yxat qilib yozing. Investorlar bor. Bu investorlar kim? Sizga yoki puli yoki bilimini investitsiya qiladigan odamlar bo'lishi mumkin. Qanaqangidir tanishlaringiz bordir, aqlli bolalar, marketolog, network, aytaylik targetolog yoki qanaqangidir tadbirkor siz bilan yaqin, sizga bilimini bera oladi, resurslarini bera oladi. Yoki qanaqangidir tanishingiz mumkin, sizga investitsiya qila oladi. Ota-onangiz bo'lishi mumkin, akangiz, yaqin insonlaringiz bo'lishi mumkin. Keyingisi informer. Informer degani bu insonlardan siz ma'lumot ola olasiz har xil. Masalan, mijoz berishi mumkin sizga. Yoki bu insonlar sizga qanaqangidir bilim berishi mumkin. Sizga foydasi tegadigan insonlar. Oxirgisi introducerlar. Introducer degani sizni qaysidir inson bilan tanishtirib qo'ya oladigan odamlar. Ya'ni o'rtada bog'lab turadigan. Sizga tadbirkor kerak, topib bera oladi. Sizga aytaylik qanaqangidir katta lavozimdagi inson kerak, shu introducerlar o'sha insonga kontakt topib bera oladi. Ya'ni bu insonlarni 4 ta bo'limga ajratasiz. Har birini ro'yxat qilib, yaxshilab o'tirib, kerak bo'lsa 1 soat vaqt sarflab yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi ish va o'qish joyingizni tahlil qiling. Westminsterda o'qishingiz mumkin, oddiy universitetda o'qishingiz mumkin, TATUda o'qishingiz mumkin yoki shu o'qishmasligingiz mumkin. Masalan, nima bo'lgan taqdirda ham ish va o'qish joyingizni tahlil qilishingiz kerak. Birinchisi, hozir ishlayotgan joyingizda sizga, ya'ni hozir ishlayotgan joyingizga siz nimalarni taklif qila olasiz? Yaxshilab o'tiring, analiz qiling. Instagrami bormi, sayti bormi, taqdimotlari bormi, nima muammolari bor? O'sha og'riqli nuqtalarni topishga harakat qiling o'sha biznesda. Ikkinchisi, ularga siz qanday imkoniyatlar, ya'ni ular sizga qanaqa imkoniyatlar bera oladi? O'sha ishlayotgan joyingiz, o'qish joyingizga nima resurs bera oladi? Hammasini o'tirib tahlil qiling.
u yerdagilarni qanday foydalanish mumkin, ya'ni o'sha insonlardan qanaqa foydalanish mumkin. Masalan, ish joyingiz bor, ish joyingizni tahlil qildingiz, qarasangiz sayti eskirib ketgan. Sayt sota olasiz. O'qish joyingiz bor, ularga sayt kerak. Sayt sota olasiz yoki taqdimot kerak. Yoki o'sha ish joyingiz yoki o'qish joyingiz sizga qanaqandir resurs berishi mumkin, kompyuter berishi mumkin, xona berishi mumkin, joy berishi mumkin, mijoz berishi mumkin, boshqa partnyorlar berishi mumkin. Hamma resurslarni o'tirib analiz qilishingiz kerak bo'ladi, tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi, yaqinlaringizda ham xuddi shunaqa. O'tirib hamma yaqinlaringizni tahlil qilib chiqing. Qaysi yaqinlaringizdan siz yordam ola olasiz? Masalan, sizni akangiz bor. Akangiz qaysidir ishxonada ishlaydi. Akangizni xo'jayiniga siz sayt sota olasizmi? Sota olasiz. Sinfdoshingiz bor. Sinfdoshingiz adasi tadbirkor. Uni adasiga sayt sota olasizmi? Sota olasiz. Kursdoshlaringiz bor. Ularning yaqinlari tadbirkor. Ularning yaqinlariga siz o'zingizni xizmatlaringizni sota olasizmi? Sota olasiz. Umuman sizni hech kim tanimaydigan begona odamga sotgandan ko'ra, hech bo'lmasa sizni o'rtangizda bitta odam ulab turadigan kontaktga siz o'zingizni xizmatingizni sotishingiz osonroq bo'ladi. Agar shu vazifani qilmasangiz, o'tirib, qiynalib, sovuq qo'ng'iroqlar qilishingizga, tanimaydigan, bilmaydigan odamlar bilan gaplashishingizga to'g'ri keladi. Agar bu ishni qilsangiz, ancha osonroq bo'ladi. Imkoniyatlar eshigi o'zidan o'zi ochilmaydi. Siz hozir hech kimsiz, hech qanaqa resursingiz yo'q. O'zingiz borib, har bitta eshikni taqillatib, har bitta imkoniyatdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Agar to'g'ri foydalansangiz, yaqin kelayotgan 2 oy ichida siz kamida $1000 daromad qilayotgan bo'lasiz. Agar foydalanmasangiz, agar yalqovlik qilsangiz, ishlamasangiz o'zingizda yana o'tirasiz, bekorga kurs oldim, kurs foydasi yo'q ekan, bilim ola olmadim, imkoniyat ola olmadim deb natijasiz o'tirasiz. Shuning uchun bu sizni hayotingizni o'zgartiradigan instrument. Keyingisi, umumiy men bilmaydigan, bu yerda sanab o'tmagan qanaqa imkoniyatlaringiz bor, yaxshilab o'ylab ko'ring. Yaxshilab ko'zga ko'rmayotgan imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam o'zingizni tanishlaringizdan so'rab ko'ring. Menda nima imkoniyat bor o'zi? Qanaqa resurslarim bor deb. Va sizga vazifa bo'ladi, bugungi siz bilan ko'rib chiqqan har bir bo'limni batafsil tahlil qilib yozib chiqasiz va uyga vazifa sifatida shu video darslik tagiga qoldirasiz. Men har bittasini o'qib chiqaman va sizlarga feedback berishga harakat qilaman. Barchaga rahmat kattakon, salomat bo'linglar.